ekodan kelgan qolgan embrionlarni, ya'ni bolachalarning taqdiri nima bo'ladi? Bu savol juda ham ko'p patsientlarim beradi. Men yaqinda bitta patsientimdan kelgan savol, eko qildik, homilador bo'ldim. Hammasi uchun rahmat, lekin meni yana bitta xavotirga soladigani bu qolgan embrionlarning taqdiri, ya'ni qolgan bolachalarimning taqdiri nima bo'ladi? Muzlatib olib qo'ysak, embrionlarga hech narsa qilmaydimi degan savol bilan juda ham ko'p patsientlar mana shu xavotirda har doim savol berishadi. Bu savolga javobim, embrionlaringizni muzlatib qo'yish vaqti chegaralanmagan. Uzoq muddat saqlanib turishi mumkin. Dunyo tajribasida 2020-yili 28 yilga muzlatilgan embriondan Molly degan qizcha tug'ilgan. 22-yili 30 yil muzlatilgan embriondan opa-ukalar tug'ilgan. Har doim klinika tanlayotganingizda birinchi o'rinda ekoni o'ylamasdan o'sha ertaga sizni o'sha embrionlaringizni klinikada qanaqa holatda saqlab qolish, ya'ni o'sha klinika tajribasi yuqorimi, oxirgi o'sha zamonaviy uskunalar bilan ta'minlanganmi, embriologik laboratoriya ishonchlimi va ertaga sizda hech qanaqa muammolar bo'lmaydimi? Mana shular haqida o'ylashingiz kerak. Chunki atrofimda juda ham ko'p ekosentrlar va juda ham ko'p ekosentrlar 1-2 yil ishlab yopilib ketyapti. Shuning uchun har doim ishonchli klinikaga murojaat qilishingizni xohlayman. Men hamma patsientlarimni o'shaning uchun Almatadagi o'sha 30 yilga tajribaga ega bo'lgan